Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Mana bugun 10-iyul 2026-yil sanasida ushbu turistka riksha modelimiz sotildi. Aka, qayerdansizlar? Andijon qayerda? Andijon Baliqchi tumaniga sotildi mana. Olgan odamlarga, yaxshi kunlarga xizmat qilsin, nasib qilsin hojibo, buyursin. Va bizda ushbu kabina modelimiz ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu modelimiz sotildi. Bu Namangan viloyatiga sotildi. Namangan viloyatiga 19,5 million so'mga dastavka qilib beryapmiz. Va ushbu modelimizni ham mana 12,5 million so'mga o'zlari olib ketishyapti. Biz kimgadir mana shunday motorollerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunday mashinachalar, mana bunday labolarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlari. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida Zamin savdo markazi. Mo'ljal Boboshbek savdo kompleksi yonginasida joylashgan.